Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него 3 класса образования. А он 10 за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей. Resimchi yaşagan resimler iyi muğan bir kızga aşık bular o kız çiçek yaratar bütün bulğanı satır Jurtni qoldirmay bütün bo'lgan oqshomga bir dilgiz chechak olar million ol chechak derazadan ko'rasan Kim g'ashiyat shaharlar turmushni chechaklarga aylantirar million ol chechak derazadan ko'rasan Kim g'ashiyat shaharlar turmushni chechaklarga aylantirar erta bilan turibmiz deraza yonimda oq qo'ldan yozma jonim butun maydon chechakdan Nindi so'lboy qilana deraza ostonada muskul rasamchi ko'rar million ol chechak derazadan ko'rasan Kim g'ashiyat shaharni turmushni chechaklarga aylantirar million ol chechak derazadan ko'rasan Kim g'ashiyat shaharni turmushni chechaklarga aylantirar qisqa bo'lar uchrashuv tunni poyezdda ketar ana xatirda bir maydon chechak qolar Yaşab qolar ana xatirda bir maydon chechak qolar million ol chechak derazadan ko'rasan Kim g'ashiyat shaharni turmushni chechaklarga aylantirar million ol chechak derazadan ko'rasan Kim
Küm kaşık cehennem Turmuşnu şeşeklerge eylendirer Milyon ol şeşek Terezelden kuresin Küm kaşık cehennem Turmuşnu şeşeklerge eylendirer Жалко, такой хороший женщин. А отец – барыга, спекулянт.